Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hammani kirib kelgan bayram bilan yana bir bor tabriklayman. Bizni sanatoriyamizda dam oluvchilar o'zinglar bilasizlar juda ham ko'p, lekin shunga qaramasdan bir juftlik bizni juda ham e'tiborimizni tortishdi va biz ular bilan yaqindan tanishishga qaror qildik. Marhamat, bugungi mehmonlar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan bag'oyatdan mamnunmiz. Marhamat, o'zinglar tanishtirsanglar. Assalomu alaykum. Bu sanatoriyaga keldik. Toshkent shahridan, Shahardor tumanidan keldik. Turmush o'rtog'im bilan birga sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Allohga shukr. Bunaqa sanatoriyani yaratib, shu joylarda shuncha odamni tashrifini kutib olib, a'lo darajada hammasini mukofotini bersin. Ko'ringlar, bu joylarda nimaiki hamma keladi, dam olib, maza qilib ketish uchun miriqib. Shu sharoitlarga yarasha hamma sharoitlar yetarli darajada. Bekami ko'z. Kamchilik yo'q. Xodimlardan, rahbarlardan, jamiki bo'tdi xodimlardan hammaligidan Alloh rozi bo'lsin. Neki niyatinglar bo'lsa, Alloh niyatinglarga yetkazsin. Mana turmush o'rtog'im bilan biz shu yerda dam olyapmiz bir necha yildan beri. Hech yo'q demaymiz-da, bolalarimiz sovg'a qiladi putyovkani. Darrov tayyor bo'lamiz kelishga. Otlarni darrov xursand, tabassum yuzimizda. Chunki уже bu yerda biz bilamiz qanaqa sharoit, qanaqa hamma lecheniyalar, qanaqa urovenda. Chunki bekami ko'z. Uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Yetarli darajada oshig'i bilan. Mana har kuni konsert dasturi bor. Ujundan keyin butun hamma shu yerda dam olganlar yayrab, maza qilib, xursandchilik bilan dam olishyapti. Mana ularning qatorida biz turmush o'rtog'im bilan dam olyapmiz. Kamchilik yo'q. Kamchilik umuman yo'q. Xudoga shukr. Demak, sanatoriyamiz, uzr gapingizni oldim. Sanatoriyamiz demak sizga mamnunki, qayta va qayta kelaverasiz, to'g'rimi? Albatta. Biz ham xursand bo'lamiz, qachonki biz har doim sizlarni sog'inib keldik. Sizlar boshqachasizlar. Kelsak o'zimizni uyimizga, o'zimiznikilarga kelganda xursand bo'lamiz desa, biz ham deb aytsa biz ham bag'oyatda xursand bo'lamiz. Demak, sanatoriyamiz ma'qul, lekin shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Sanatoriya hududida yurgan o'zi oilalar juft bo'lib kelishadi. Er-xotin, oila bo'lib, oshna-og'ayni, dugona bo'lib, lekin shular orasida biz e'tibor qilamiz juft bo'lib keladigan insonlarga. Ayniqsa yosh o'tgandan keyin inson bir-biriga suyanib qoladi-da, o'zi bilmagan tarzda. Va yoshi o'tib, o'zini yoshini yashab, oshini oshagandan keyin har bir juftlik o'sha birinchi sevgisi bilan deylik, birinchi muhabbati bilan, o'sha birinchi ilk bor uchrashgandagi bir-birini ko'zlari yonib turadi-ku, o'shanaqa juftliklarni ko'p ko'ramiz biz. Juda ham ko'rganda xursand bo'lamiz. Bir-birini yaxshi ko'rishib, pinjilariga kirishib, ayasi, dadasi deb hazillar qilishadi. Biz tashqaridan kuzatamiz va biz uchun bu juda ham yoqimli. Ana endi hozir savolim bor. Haligida biz gaplashib qolganimizda aytdingiz, Dilmurod aka, turmush qurganimizga xudo xolasa 35 yilga qarab ketdi. 36 yilligimizni nishonlamoqchimiz dedingiz. Marhamat, oilangiz mana shu kungacha turmush o'rtog'ingiz bilan qanday yashab keldingiz? Bunaqa mehrli yashashni, bir-biriga muhabbat bilan yashashni sirlarini oching. Endi siri birinchi erkak kishida ham qolaversa turmush o'rtog'ingizda. Chunki kimdir balon kelsa, kimdir past kelish kerak. Katta u eskilarning gapi bor. Kimdir balon kelsa, turmush o'rtog'i pastga tushish kerak. Yo ayol sal jahli chiqsa, erkak kishi. Uni aybi yo'q. Chunki oila mustahkam bo'lish uchun kimdir balandroq, kimdir pastroq bo'ladi. Mana shuncha yil, 35 yil turmush qurdi. 3 ta farzandni ota-onasimiz. Bolalarimizdan xudoga shukr qutulganmiz. Kamchilik yo'q. Xudo andalarimiz hammasi baraka topsin, yaxshi. Neki niyat qilgan bo'lsamiz,
niyatlarimiz yetib, mana rohatini ko'rib yuribmiz er-xotin. Hech kam ko'stimiz yo'q. Chunki bunaqa baxtga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Albatta. Mana oldingizdamiz. Necha yil davomida mana oldinglarda mehmon qilib, bizani yaxshi kutib olib, oilamiz bag'riga eson-omon kuzatyapsizlar. Maza qilib, dam olib, shu yerda ayolim bilan yuribmiz. Hech kam ko'st yo'q. Baraka topsin mana turmush o'rtog'im. Bosh bo'lib oilani hamma kam ko'staga nimaki kam bo'lsa nimadirlar yetadi, bartaraf qilishga harakat qilamiz. Men erkak kishi bo'lgandan keyin qolgan masalalarning hammasini yechimini bu qilib turadi. Demak, endi turmushda balon pas bo'ladi. Hammasini zina sekin o'tdi hammasida. Mana Xudoga shukr, shuncha yil turmush 36 yil birga yashab qo'ydinglar. Xudo xolasa 36 yilga qarab ketdi. Xudo xolasa. Alloh nasib qilsin, mana hech bir-birimizni sammanga endi turmushda bo'ladi ozgina, lekin katta global muammoga olib chiqilmagan. Ozgina bo'ladi. U любой xonadonda bo'ladi turmushda. Lekin biz o'shani sekin yechimini topib, mana shu yilga shuncha yil yashab, mana kam bo'lmadi. Dilmurod aka qarang. Bitta fikringiz juda ham tortdi e'tiborimni. O'zim shaxsan gullar yaxshi ko'rganim uchunmi yokida bo'lmasam har doim gullar sovg'a qilaman. Yo'limdan o'tganda gul do'kon ko'rsam, albatta kirib, to'xtab, ayolim uchun bir gul olib, uyga borib sovg'a qilaman va bu ayolingiz aytib o'tyaptilar, Muqaddas opa, buni o'g'illam ham ko'rib, xuddi shuni qaytaryapti deb, to'g'rimi? Qush uyasida ko'rganini qiladi deydi-ku, baribir ham quruq gapirgan bilan undan ko'ra amalda ko'rishsa, uyda farzandlar ota-onadan o'rnak olishadi-da. Endi biz ayol kishilar qulog'i bilan sevadi va mehr. Mehrning bir ko'rinishi gul berish. Qancha ko'p gul olsak, shuncha ko'p ayollar ochilamiz, to'g'rimi, Muqaddas opa? O'shaning uchun bu tomonlari sizga Muqaddas opa har doim so'raydilarmi, gul olib keling deb, yokida o'zingiz qandaydir bir o'zingizda bor narsami? Muqaddas opa, keling, o'zingiz javob bera qoling. Baribir ham ayol kishimiz, ayolni ayol tushunadi. Qanday qilib har doim gullar olasiz? Shunaqa ayollarimiz bor, achinarli bo'lsa ham aytish kerak. Hatto tug'ilgan kunida ham turmush o'rtog'i gul sovg'a qilmaydigan ayollarimiz bor. Gul olmaydigan ayollarimiz bor. Siz sabab, besabab turmush o'rtog'ingiz aytayaptilar. Qaysi gul do'konidan o'tsam, hattoki hajga borganimda ham hajda gul do'kon qidirdim dedilar. Juda ham ta'sirli. O'zingiz aytib bering. Endi hajda gul do'kon qidirib yurmang dedim. Bu yerda gul topishingiz qiyinroq. Bu yerda endi tabiiy narsa kamroq ekan, ko'kat, o'tlar, gullar. Bu yerda gul qidirib yurmang, Toshkentga olganlarim yetadi, yana Toshkentga borib olib berasiz dedim. Endi gulni men olib keling demayman. Gul so'lib qolsa xafa bo'lib ketaman. Menga hozir endi живой to'yda ko'karadiganni olib kelinglar deyapman. Xafa bo'lib ketaman qurib qolsa. Shuning uchun menga hozir endi to'yda o'sadigandan ham olib kelishyapti, ochiladigan gullardan. Baribir gul. E'tibor desam, o'ziga olib kelishadi, olib kelinglar deb aytmayman gullarni. O'ziga olib kelishadi. Uyda ham gullarim ko'p, ochiladiganlari ham, chiroylilari. Gullar berishni nima sabab bilan beradilar? Uyda kelinlar bo'lsa kerak, har doim gul ko'tarib olib kirib ketaversalar. Hayron erishmas. Oshxonaga olib kirib beradilar. Oshxonaga. Qaysi sabablar bilan maqtab olib kirib beradim onajonisi, borligi uchun rahmat. Qaysi sabablar bilan? Siz ko'rinib turibdi erkatoy ayollardan. Siz ko'rinib turibdi, ko'z tegmasin. Erkalanib yurish, hamma suyukli, sevimli bo'lish hamma ayollarga nasib qilsin. Bu baxt, ayollik baxti hisoblanadi. Ilohim. Nima deyman, xarakter. Gullar sovg'a qilish men uchun qiyin emas. Yo'lda qattandir o'tib ketayotgan bo'lsam ham, kech bo'lsa ham kirib, sotib olib, olib borib sovg'a qilish doim. Bitta menga kelmaydi, kelinlarga ham keladi gul desam.
kelin nabiramga uydik hammani mana o'sha nima deydi shuncha yil turmush qurgan bo'lsamiz mana er xotin shu bolalarimizni rohatini ko'ryapmiz mana hech kam ko'stimiz yo'q Allohga shukur hamma narsa yetarli nima deydi mevasini ko'rish nasib qilyapti bizga choli kampirga xudo xohlasa Rahmat. endi qarimadiku mayli endi hali choli kampir deyapmiz xudoga shukur ularni yetganlar bor yetmaganlar bor hayot davomida lekin biza mana hozir 55 ga chiqqan bo'lsa xudoga shukur hech kam ko'stimiz yo'q maza qilib mana bolalarimiz putyovka sovg'a qiladi bron qilib qo'yishadi sizlar bilan aloqaga chiqib hech kam ko'st bo'layotgan joyi yo'q xudoga shukur mana rohatda yuribmiz choli kampir maza qilib Rahmat. Baxtli bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Ko'p yillar birga qo'sha qarab yuringlar. Yaxshi kuninglar bardavom bo'lsin. Umuman har bir oila tinch bo'lsin. Oila boshlari, ota-onalarimiz har doim uyimizni fayzi bo'lib yurishsin. Ota-onalar ahil bo'lgani, o'zaro uyda hurmat bo'lgani, bu oying bo'ladi, bu dadang bo'ladi degani baribir ham yaxshi. Bizning milliy qadriyatimiz baribir ham. Bizdan keyin farzandlarimiz buni ko'rib katta bo'lishadi, to'g'rimi? Ota-onam shunaqa insonlar bo'lgan, onamni qadriga yetgan, men ham qadriga yetishim kerak deb katta bo'lishadi. Bizdan keyingi avlodlar. O'shaning uchun baribir ham bu narsani biz olib chiqib ko'rsatishimiz kerak. Chunki shaxsan o'zim juda ham havas qilaman. Ayniqsa yoshlar kattalar keladi. Masalan, 80 ni oshgan, 90 ga yaqin chol kampirlar. Shunaqangi yo bo'lmasam odam ko'p yil birga yashab o'rganib qolishadimi yo bo'lmasam yo haqiqiy osmondan kosmosdan tushgan para kosmический para deydi-ku, bor-ku shunaqa ibora. Yo bo'lmasam haqiqatan ham shunaqa bir Alloh yaratgan juftlikmi? Ularning muhabbati ham o'lmaydi, ko'zlaridagi sevgi ham o'sha 18 yoshda ilk uchrashgandagidek bo'lib porlab turaveradi. Bu faqat o'zlariga emas, atrofga ham seziladi. Atrofga ham sevgi, muhabbat o'sha tarqaladi. Bizi sanatoriyamizda ham juda ham ko'p bunaqa juftlar, bunaqa oilalar xohlayman davomiy bo'lsin. Va keling hozir shu o'rinda hozirgi yosh oilalarga ikki og'iz o'zingizlari hayot tajribalaridan kelib chiqib maslahatingizni bersanglar. Bu juda ham kerak. Hozirgi kunda nima deyman? Sabrli bo'lish kerak. Sabr qilgan odam kam bo'lmaydi. Mana biz yil davomida turmush qurib 35 yil davomida mana shu narsani guvohimiz turmush o'rtog'im bilan. Sabr qilsa mana huzurini ko'radi, rohatini ko'radi. Kam bo'lmadik, Allohga shukur. Hammasi mana hayotimiz chiroyli. Mana shu kungacha mana go'zal bo'lib kelyapti. Kamchilik yo'q. Sabrli bo'lsin hamma. Allohdan so'rasin, sabrli bo'lsin. Mukofotini ko'radi. Mana biz ko'rib o'tiribmiz, siz oldingizda, qarshingizda o'tiribmiz. Mukofoti shu. Bolalarimiz shunchalik mana ko'kka ko'tarib, shu yerlarga mehmonga jo'natib, sizlar bilan ko'rishni nasib qilib, shu yerda mana yayrab, yashnab, dam olib, soppa-sog' bo'lib, xudo xolasa bolalarimizni bag'riga qaytish Alloh nasib qilsin. Ilohim nasib qilsin. Baribir ham biz gaplashganimizda Dilmurod aka bilan, Muqaddas opa bilan baribir ham ko'p narsalarni, hayotiy o'zlarini bosib o'tgan yo'llarini ekran orqali xohlamadilar, lekin baribir ham 36 yil yashash, hayotni har xil chig'iriqlaridan o'tish bu oson emas. Chunki hayot sinovlardan iborat. Shu bilan birga hayotni har xil sinovlaridan o'tib, ajralmasdan bir-birlarini tushunib, kezi kelganda kimdir past kelib, kimdir xo'p bo'ladi deb mana shu kungacha bittan oilani saqlab kelib, orqalaridan farzandlar, nabiralar qoldirishinglar o'zi bir jamiyatimizga katta bir foyda aslida. Davomiy bo'lsin, baxtinglarga ko'z tegmasin. Biz juda ham havas qilamiz, oilalarga ko'z tegmasin. Kelishinglar davomiy bo'lsin sanatoriyamizga. Yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Rahmat.
hali davom etamiz. Kuzatuvchilarga agar qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zimizga yoqqan shunaqa samimiy insonlar bilan suhbat qurishni davom etamiz. Kuzatib boring. Mani ham tavsiyam iloji bo'lsa yoshlarga ota-onasini jo'natsin shu joylarga. Maza qilib dam olib, maroqli kunlarini o'tkazib, lecheniyalarni olib, maza qilib yayrab, yashnab, dam olib ketishligini so'rayman. Ota-onasini hurmatini qilsin. Katta rahmat. Dilmurod aka, vaqtinglarni ayamaganinglar uchun. Rahmat. Muqaddas opa, sizga ham katta rahmat. Salomat bo'linglar. Yangiobod sanatoriyasini xodimlariga, rahbariyatlarga, kimlar, butun xodimlariga hammani eslash, birma-bir eslash qiyin. Barcha xodimlariga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shularning ichida baraka topinglar. Bizlarni hurmat qilib shu e'zozlab shu yerda mehmon qilasizlar. Alloh rozi bo'lsin mehnatingizdan. Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Kelishinglar davomiy bo'lsin. Rahmat. Xo'p.